Voy, Gulshan! Gulshan, voy! Mana! Ko'rib turganingiz ushbu dahshatli sel hodisasi Navoiy viloyatining Xatirchi tumanida sodir bo'ldi. Guvohlar jiddiy talofatlar borligini, hatto mashinalarni ham sel oqizib ketganini aytmoqda. Xatirchi tumanining Langar, Oltinsoy va Maydonsoy qishloqlarida kuchli yomg'irdan so'ng sel oqib o'tgan. Kunuzga holat aks etgan videolar kelib tushdi. Ularda sel suvlari hatto Cobalt mashinasini oqizib ketganini, yo'lga zarar yetkazganini ko'rish mumkin. Guvohlardan biri bitta uy qulaganini ham aytib o'tgan. Qishlog'imizga kirish va chiqishdagi asosiy ikkita yo'lni ham sel bosdi. Yo'llar yaroqsiz holga kelmagan bo'lsin deb turibmiz. Agar yo'llar yaroqsiz holga kelgan bo'lsa, qishloqqa kirib chiqish ma'lum muddat cheklanib qolishi mumkin, deydi Langar qishlog'ida yashovchi guvohlardan biri. Navoiy viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, holat yuzasidan tezkor choralar ko'rilib, oqibatlarini bartaraf etish ishlari tashkil etilgan. Bevosita holat qayd etilgan hududlarda viloyat rahbariyati boshchiligida tezkor ishlar olib borilyapti. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Xatirchi, Karmana va Nurota tumanlarining ayrim hududlarida sel oqimlari kuzatilib, bir nechta mashinalar, 5 bosh yirik shoxli mol sel oqimida oqib ketgan. 7 ta xonadon tomorqa hududlariga suv kirgani aniqlandi. Oqibatlarni bartaraf etish ishlariga jami 37 ta maxsus texnika va 173 nafar shaxsiy tarkib jalb etilgan. Qayd etilishicha, tan jarohati olganlar va halok bo'lganlar yo'q. Favqulodda vaziyatlar vazirligi esa Xatirchi tumanida avtomobil yo'lining bir qismi xarsang toshlar bilan to'silib qolishi oqibatida 7 ta mashina va bir nechta uy joylar sel oqimlaridan zarar ko'rganini ma'lum qildi. Aholi xavfsizligini ta'minlash maqsadida Angidon, Langar, Kattasoy va Maydon soylari yaqinida yashovchi fuqarolar vaqtinchalik xavfsiz hududga ko'chirilgan. Umuman, joriy yilda sel mavsumi biroz talofatli kechyapti. Hatto Qashqadaryoda 25 yoshli yigit sel oqizib ketishi oqibatida halok bo'ldi. Hodisa 19-may kuni Dehqonobod tumanida sodir bo'lgan. Tushdan so'ng qo'ylarni boqish maqsadida dalaga chiqib ketgan yigitning murdasi kechga yaqin sel bilan oqib kelgan.